Davay, yurlaring. Bugun Camon 50 ni o'zim yuvib beraman. Telefon ekan bu. Shunchalik maqtading. Tecno brendining hozirgi kundagi eng trend modeli mana shu bo'ladi. Camon 50. Bu modelda hozirgi kundagi eng kuchli sun'iy intellektlar bor. Masalan, uy vazifalaringni bajarib berishi mumkin. Yandex bemalol chaqirib beradi uydan turib. Eng qizig'i ingliz tilidan dars o'rgatib qo'yish ham mumkin senga. Dashi bor-ku, mana bu funksiyasini qara. Bu modelda 20 marta yaqinlashtirib, bemalol uzoqdagi obyektni tiniq rasmga olsang bo'ladi. Ko'ryapsanmi? Endi bunaqa modelni yuvmasa ham bo'lmaydi. Bitta nima bilan yuvamiz? Nimadir zakaz qilaylik. Voy, aka, uzr lekin. Cho'chima. Bu smartfon IP68 standartida chang va suvdan himoyasi bor. Shuncha funksiyasini ko'rsatdim-ku, lekin Super Night rejimida bitta rasmga olib ko'rsatmasam bo'lmaydi. Bu har qanaqa qorong'ida olingan rasmni ham bemalol tiniqlashtirib beradigan zo'r funksiyasi. Sizga ham shunaqa trenddagi modellar qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar.